Endi siz 88 ming dollarga do'mmas uchastka sotib olsangiz bo'ladi. Shu kottejlarning bittasiga ega bo'lish imkoniyatiga egasiz. 1.4 sotixlik kottejni obzorini qilib beraman. Qani bismillah deb ichkariga kirib borar ekanmiz, qarang. Bitta mashina qo'yishga joyimiz bor. O'ziga yarashib turgan zelenaye zona, bu yerda bitta hojatxona, podvali bor. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Ichkari tarafga kirib borar ekanmiz, bitta hol bilan boshlanadi, divanli zona qilish imkoniyatiga egasiz. Uni ro'parasida oshxona, tashqariga qaragan romlari bor. Uni ro'parasiga qarab yursangiz, kattagina zal, xonalarimiz gul qo'ymas, orqa tarafida holi tashab ketilgan. Uni yonida bitta ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzuli bilan birga bo'ladi. Endi tepa qavatga chiqib borar ekanmiz, bitta ota-onalar yotoqxonasi, yana bitta xonani ko'rishingiz mumkin. Keyin o'g'il bolalar yotoqxonasi, qiz bolalar yotoqxonasi bor, yana bitta общий sanuzuliga ko'zingiz tushyapti. Kelgan manzilni aytadigan bo'lsam, Nazarbek harakatga kelganmiz. Katta ko'chadan 8 metr oraliq masofa, yon atrofingizda maktab, masjid, bog'chalar mujassam bo'ladi. 6 ta xona, 2 ta sanuzul, 1.4 sotuvli. Shu kottejimizni 88 ming dollar evaziga sotib olsangiz bo'ladi. Albatta kelishadigan joylari bor. Yagona raqamini qoldirib qo'yamiz. Akangizga, ukangizga bitta joyda yashayman deydigan bo'lsangiz, yana bunaqa kottejimizdan ikkitasi ham bor. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.